avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'ladi degan xabar chiqqanda eng ko'p beriladigan savol bitta. Mening pensiyam oshadimi yoki yo'qmi? Mana shu savol juda muhim, chunki ayrim fuqarolar pensiya oshishini kutadi. Lekin hisob-kitob kelganda ularning pensiyasida o'zgarish bo'lmasligi yoki kutilganidan kamroq o'sishi mumkin. Bugun men aynan shuni oddiy tilda tushuntiraman. Avgustdagi pensiya indeksatsiyasi kimlarga tegishli? Kimning pensiyasi oshirilmasligi mumkin? Qaysi holatlarda odamlar noto'g'ri kutish qiladi va o'z haqini qanday tekshirtirish kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerning farzandi, o'quvchisini yo'qotgan oila, nogironlik pensiyasi oluvchi va kelajakda pensiyaga chiqadigan har bir inson uchun kerak. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki birgina noto'g'ri tushuncha sababli odam o'ziga tegishli oshirilgan pensiyani talab qilmay qolishi yoki aksincha o'ziga tegishli bo'lmagan oshishini kutib, keyin hafsalasi pir bo'lishi mumkin. Avval pensiyalar odatda davlat tomonidan belgilangan tartibda oshirib borilgan. Bunda eng muhim narsa shuki, odamlar ko'pincha pensiya oshdi degan gapni eshitadi va hammaning qo'liga bir xil miqdorda ko'proq pul tegadi deb o'ylaydi. Aslida esa indeksatsiya degani har doim hammaning pensiyasi bir xil summaga oshadi degani emas. Indeksatsiya pensiya turiga, pensiya miqdoriga, tayinlangan sanasiga, qo'shimcha to'lovlarga, ustamalarga, ishlayotgan yoki ishlamayotgan holatga va ayrim hujjatlar to'g'riligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Oddiy qilib aytsam, pensiya bir nechta qismdan iborat bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya bor, ustamalar bor. Ayrim imtiyozli qo'shimcha to'lovlar bor. Ba'zi hollarda kompensatsiyalar bor. Indeksatsiya qaysi qismga qo'llanishi va qaysi qism o'zgarishsiz qolishi mumkinligini bilmasdan turib, nega mening pensiyam falon so'mga oshmadi deb xulosa qilish to'g'ri bo'lmaydi. Hozirgi o'zgarishlarda asosiy e'tibor shunga qaratilgan. Davlat pensiya va nafaqalarni ijtimoiy himoya vositasi sifatida bosqichma-bosqich oshiradi. Lekin bu oshirish barcha toifadagi to'lovlarga avtomatik tarzda bir xil ta'sir qilmaydi. Shuning uchun men har doim fuqarolarga shunday deyman. Avvalo siz olayotgan pul aynan pensiyami, nafaqami, kompensatsiyami yoki ustama bilan birga hisoblangan umumiy summami? Shuni aniqlab oling. Chunki odam men pensiya olaman deydi. Lekin amalda u yoshga doir pensiya emas. Masalan, ijtimoiy nafaqa. O'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki nogironlik bo'yicha boshqa turdagi to'lov olayotgan bo'lishi mumkin. Endi eng mu pensiyasi oshadi. Kim xavotir olmasligi kerak? Kim esa albatta tekshirdirishi kerak. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz va pensiyangiz qonuniy tartibda tayinlangan bo'lsa, odatda indeksatsiya sizga ham taalluqli bo'ladi. Masalan, bir fuqaro 2020 yilda pensiyaga chiqqan. Hozir 1.200.000 so'm atrofida pensiya oladi. Agar indeksatsiya foiz shaklida qo'llansa, uning asosiy pensiya qismi belgilangan foizga oshirilishi mumkin. Lekin u olayotgan umumiy summa ichida alohida kompensatsiya yoki ustama bo'lsa, hammasi bir xil foizga ko'payadi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. Masalan, Dilorom opa 1.500.000 so'm pensiya oladi. U shundan 1.300.000 so'm asosiy pensiya, 1.000 so'mi esa qo'shimcha to'lov deb o'ylamaydi. Faqat kartasiga tushgan umumiy summani biladi. Avgustda indeksatsiya bo'lganda u mening pensiyam 10% oshsa 1.000 so'm qo'shilishi kerak deb hisoblaydi. Lekin agar indeksatsiya faqat asosiy qismga qo'llansa, oshish 1.5.000 so'm bo'lishi mumkin. Yoki ayrim to'lovlar indeksatsiyaga kirmasa, farq yana boshqacha chiqadi. Shuning uchun kartaga tushgan yakuniy summa bilan qonuniy hisob-kitob bir xil tushuncha emas. Nogironlik pensiyasi oluvchilar ham e'tiborli bo'lishi kerak. Agar fuqaro mehnat stajiga ega bo'lgan holda nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, uning to'lovi pensiya tizimi bo'yicha qayta hisoblanishi mumkin. Lekin agar u pensiya emas, nogironlik nafaqasi olayotgan bo'lsa, unda tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha nogironlik pensiyasi va nogironlik nafaqasini aralashtirib yuboradi. Bu ikki tushuncha huquqiy jihatdan bir xil emas. Shuning uchun sizda savol tug'ilsa, birinchi qiladigan ishingiz pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki rasmiy elektron xizmatdan to'lovingiz turi qanday nom bilan yuritilishini aniqlash. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarda ham shunga o'xshash holat bor. Masalan, 2 nafar farzand otasidan ayrilgan va har oy o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Indeksatsiya bo'lganda ushbu to'lov ham belgilangan tartibda oshishi mumkin. Lekin farzandlardan biri 18 yoshga to'lgan bo'lsa,
O'qishni davom ettirayotgan tasdiqlovchi hujjat vaqtida topshirilmasa, uning ulushi to'xtatilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Natijada oila pensiya oshishi kerak edi, nega kamayib qoldi deb hayron bo'ladi. Aslida sabab indeksatsiyada emas, hujjat vaqtida yangilanmaganda bo'lishi mumkin. Ishlayotgan pensionerlar masalasi ham juda muhim. Ba'zi odamlar men ishlayapman, demak pensiyam oshirilmaydi deb o'ylaydi. Bunday umumiy xulosa har doim ham to'g'ri emas. Ishlayotgan pensionerlarning pensiyasi bo'yicha tartiblar turli davrlarda o'zgargan, ayrim cheklovlar bekor qilingan yoki boshqacha qo'llangan. Shuning uchun bu yerda asosiy mezon. Sizning pensiyangiz to'liq to'lanayaptimi? Ish joyingiz ma'lumotlari tizimda to'g'ri aks etganmi? Pensiya qayta hisoblashga asos bo'ladigan staj va daromad hujjatlari bor yoki yo'qmi? Ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, indeksatsiya masalasida alohida tekshiruv qilish zarar kelmaydi. Endi kimning pensiyasi oshirilmasligi mumkin degan savolni aniqroq ochaman. Birinchi holat, agar odam pensiya emas, indeksatsiya doirasiga kirmaydigan boshqa turdagi vaqtinchalik to'lov olayotgan bo'lsa, masalan, ayrim ijtimoiy yordamlar mahalla orqali tayinlanadi, ayrim kompensatsiyalar boshqa tartibda beriladi. Odam buni pensiya deb atashi mumkin, lekin hujjatda u boshqa nom bilan yuradi. Shuning uchun indeksatsiya yangiligi chiqqanda bunday to'lov avtomatik oshadi deb kutmaslik kerak. Ikkinchi holat, pensiya yaqinda tayinlangan bo'lsa. Agar fuqaro avgust indeksatsiyasidan oldin emas, keyin pensiyaga chiqqan bo'lsa yoki pensiya tayinlash sanasi indeksatsiya kuchga kirgan sanadan keyin bo'lsa, uning dastlabki hisob kitobi allaqachon yangi miqdorlar asosida qilinishi mumkin. Bunday odam meniki ham yana oshishi kerak deb o'ylaydi. Lekin aslida uning pensiyasi boshdan yangilangan mezonlarda hisoblangan bo'lishi mumkin. Masalan, Anvar aka 5 avgust kuni pensiyaga chiqdi. Indeksatsiya esa 1 avgustdan kuchga kirdi. Uning pensiyasi hisoblanganda yangi bazaviy miqdorlar inobatga olingan bo'lsa, alohida yana oshirish kutilmasligi mumkin. Uchinchi holat. Pensiya eng kam miqdorga yetkazib qo'yilgan bo'lsa, bu juda nozik masala. Ba'zi fuqarolarning hisoblangan pensiyasi juda past chiqadi. Davlat esa uni belgilangan minimal darajagacha yetkazadi. Bunda indeksatsiya natijasida asosiy hisoblangan qism oshsa ham umumiy qo'lga tegadigan pulda katta farq sezilmasligi mumkin. Masalan, fuqaroning mehnat staji kam bo'lgani uchun hisoblangan pensiya 6000 so'm, lekin amaldagi minimal kafolat sababli unga 6000 so'm to'lanmoqda. Indeksatsiyadan keyin hisoblangan qism 6000 so'mga chiqsa ham, agar minimal kafolat 2000 so'm bo'lib qolsa, fuqaro baribir 2000 so'm olishi mumkin. Shunda u menga oshirish berilmadi deydi. Lekin hisob kitob ichida o'zgarish bo'lgan, yakuniy to'lov esa minimal chegarada qolgan bo'lishi mumkin. To'rtinchi holat, hujjatlarda xatolik bo'lsa, ism, familiya, pasport ma'lumoti, bank kartasi, yashash manzili, nogironlik muddati, ta'lim muassasasida o'qish ma'lumotnomasi, vasiylik hujjati, ish staji yoki arxiv ma'lumotlarida xato bo'lsa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtashi. Kechikishi yoki qayta hisoblash keyinga qolishi mumkin. Men amaliyotda shunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Odam indeksatsiyadan norozi bo'ladi, lekin tekshirilganda masala oshirishda emas. Uning hujjatida eski pasport raqami qolib ketganida yoki bank kartasi almashganida bo'ladi. 5-holat, pensiya oluvchi vafot etgan, lekin oila to'lovlar bo'yicha tartibni to'liq bilmaydi. Bunday holatda keyingi oylar uchun pensiya avtomatik davom etadi deb o'ylash noto'g'ri. Vafot etgan pensionerning olinmay qolgan pensiyasi, dafn puli yoki meros bilan bog'liq ayrim to'lovlar alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Bu indeksatsiya bilan aralashtirilmasligi kerak. Birinchi nozik pensiya oshdi degan xabar sanasi bilan pul kartaga tushadigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, indeksatsiya 1 avgustdan kuchga kiradi. Lekin ayrim hududlarda to'lov jadvali, bank amaliyoti yoki qayta hisoblash jarayoni sababli farq keyingi to'lovda ko'rinishi mumkin. Bu har doim ham huquq buzilishi degani emas. Lekin agar 2 oy o'tsa ham o'zgarish bo'lmasa, albatta rasmiy murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, foizni umumiy summaga ko'paytirib hisoblash ko'pincha xato natija beradi. Masalan, pensioni 2 million so'm oladi. U yum foiz oshsa 200 ming so'm qo'shiladi deb o'ylaydi. Ammo bu 2 million ichida urush qatnashchisi ustamasi, nogironlik bo'yicha qo'shimcha, qarorchilik bilan bog'liq to'lov yoki boshqa maxsus ustama bo'lsa, indeksatsiya aynan qaysi qismga qo'llanishini bilish kerak. Shunda real oshish 200 ming emas, bir karta ming yoki bir 60 ming bo'lishi mumkin. Bu yerda
asosiy muammo odamning haqqi kamayganda emas, noto'g'ri bazadan hisoblaganda bo'ladi. 3-nozik jihat. Qo'shimcha staj bilan qayta hisoblash indeksatsiya bilan bir narsa emas. Ishlayotgan pensioner yoki pensiyaga chiqqandan keyin yangi hujjat topgan fuqaro indeksatsiya bo'ldi. Endi stajim ham qo'shilib ketadi deb o'ylamasligi kerak. Stajni qo'shish uchun alohida ariza, alohida hujjat va alohida qayta hisoblash kerak bo'lishi mumkin. Masalan, Sobir aka pensiyaga chiqqanda 25 yillik staj hisoblangan. Keyin arxivdan yana 5 yillik ish faoliyatini tasdiqlovchi ma'lumot topdi. Bu 5 yil avtomatik qo'shilib ketmaydi. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, hujjatni taqdim etishi kerak. Shundan keyin qayta hisoblash bo'ladi. Indeksatsiya esa mavjud pensiyani umumiy tartibda oshirish masalasi. 4-nozik jihat chet elda yashayotgan yoki vaqtincha chet elga ketgan pensionerlar. Bunday fuqarolarda yashash joyi, bank hisob raqami, hayotlikni tasdiqlash, vakil orqali olish kabi masalalar paydo bo'lishi mumkin. Agar to'lov to'xtagan bo'lsa, odam buni pensiyam oshirilmagan deb tushunadi. Aslida esa to'lov hujjat tasdiqlanmagani uchun vaqtincha to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda indeksatsiyani kutib o'tirmasdan, avvalo to'lovning nega to'xtaganini aniqlash kerak. 5-nozik jihat boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila tarkibi o'zgarsa, miqdor ham o'zgarishi mumkin. Masalan, 3 farzandga bir umumiy pensiya tayinlangan. Farzandlardan biri voyaga yetdi yoki o'qishni tugatdi. Shu sababli umumiy to'lov qayta taqsimlanadi yoki kamayadi. Ayni vaqtda indeksatsiya bo'lsa, oila yakuniy summada katta o'sish ko'rmasligi mumkin. Chunki bir tomondan indeksatsiya qo'shilgan, boshqa tomondan oluvchilar tarkibi o'zgargan. Bunday holatda oshirish bermadi deb emas. Qaysi omil qanday ta'sir qildi deb tekshirish kerak. 6-nozik jihat. Nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya ham o'zgaradi. Masalan, fuqaro 2-guruh nogironlik bo'yicha pensiya olgan, keyin tibbiy mehnat ekspert komissiyasi natijasida guruhi 3-guruhga o'zgargan. Shu paytda indeksatsiya bo'lsa, umumiy summa kamayishi yoki kamroq oshishi mumkin. Chunki asosiy sabab indeksatsiya emas, nogironlik guruhi bo'yicha huquqiy maqom o'zgargandadir. Aksincha, guruh og'irlashsa, to'lov ko'payishi mumkin. 7-nozik jihat. Bank kartasiga tushgan summa bilan pensiya qarori o'rtasida tafovut bo'lishi mumkin. Ba'zan kredit qarzdorligi, aliment, ijro hujjati yoki boshqa ushlanmalar sababli kartaga kamroq pul tushadi. Pensioner esa buni indeksatsiya qo'llanmagan deb o'ylaydi. Shuning uchun kartaga tushgan pulni ko'ribgina xulosa chiqarmang. Pensiya hisob kitobi varaqasi yoki pensiya jamg'armasidagi ma'lumotni ko'ring. Agar ushlanma bo'lsa, uning asosi va miqdorini alohida tekshiring. 8-nozik jihat hammaniki oshdi. Menikini ham oshirish shart degan qarash. Har bir fuqaroning pensiya ishi alohida. Bir mahallada 2 qo'shni bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin biri 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 12 yil stajga ega. Birining ish haqi yuqori bo'lgan, ikkinchisida hujjatlar to'liq emas. Birida imtiyozli ustama bor, ikkinchisida yo'q. Shuning uchun qo'shnining pensiyasi 2 ming so'mga oshib, sizniki 20 ming so'mga oshsa, bu avtomatik adolatsizlik degani emas. Lekin bu tekshirtirmaslik kerak degani ham emas. Men tavsiya qiladigan yo'l bitta. Aniq hisob kitobni talab qiling. Birinchi qadam, to'lovingiz turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami yoki boshqa to'lovmi? Buni taxmin bilan emas, rasmiy hujjat bo'yicha biling. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, shaxsiy kabinetingiz orqali ham ma'lumotni ko'rishga harakat qiling. Ikkinchi qadam, avgustdan oldingi va avgustdan keyingi to'lov summalarini yozib qo'ying. Masalan, iyul oyida qancha tushdi, avgustda qancha tushdi, sentyabrda qancha tushdi. Faqat xotiraga ishonmang. Bank ilovasidan skrinshot qiling yoki ko'chirma oling. Agar naqd olsangiz, to'lov qaydlarini saqlang. Keyin murojaat qilganda menga kam tushdi deyishning o'zi yetmaydi. Aniq sana va aniq summa kerak bo'ladi. 3-qadam, pensiya hisob kitobi varaqasini so'rang. Bu juda muhim. Siz faqat yakuniy summani emas, qaysi qism qancha ekanini ko'rishingiz kerak. Asosiy pensiya qancha, ustama qancha? Qo'shimcha to'lov qancha, ushlanma bormi? Qayta hisoblash qilinganmi? Shularni bilmasdan turib to'g'ri baho berib bo'lmaydi. 4-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangimi? Bank kartangiz faolmi? Yashash manzilingiz to'g'rimi? Nogironlik muddati tugamaganmi?
O'qiyotgan farzand uchun ma'lumotnoma topshirilganmi? Vasiylik hujjatlari joyidami? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand 18 yoshdan oshgan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani tasdiqlovchi ma'lumotnoma juda muhim bo'lishi mumkin. Nogironlik bo'yicha esa tibbiy xulosa muddatiga alohida e'tibor bering. 5-qadam, agar o'shish bo'lmagan deb hisoblasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Murojaatda quyidagilar bo'lishi kerak: familiya, ism, otasining ismi, pasport yoki ID karta ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, oldingi va keyingi to'lov summasi, muammo mazmuni. Masalan, avgust oyidan pensiyalar indeksatsiya qilingani haqida ma'lumot berildi. Mening pensiya to'lovimda o'zgarish bo'lmagan yoki kutilganidan kam o'zgarish bo'lgan. Pensiya ishim bo'yicha qayta hisoblash amalga oshirilgan yoki oshirilmaganini. Asosiy pensiya va ustamalar kesimida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam, arizangizni topshirganingizni tasdiqlovchi qayd oling. Agar idoraga borsangiz, kirim raqamini oling. Agar elektron yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Chunki keyin javob kechiksa yoki masala hal bo'lmasa, aynan shu raqam orqali nazorat qilasiz. 7-qadam, javobni o'qing va faqat umumiy gapga rozi bo'lmang. Sizning pensiyangiz qonunchilikka muvofiq hisoblangan degan javobning o'zi sizga yetarli bo'lmasligi mumkin. Siz hisob-kitobni so'rashingiz kerak. Qaysi summa asosiy pensiya, qaysi summa ustama indeksatsiya qaysi sanadan qo'llangan? Qancha miqdorda oshirilgan? Nima sababdan yakuniy to'lov o'zgarmagan yoki kam o'zgargan? Mutaxassis sifatida men shuni aytaman: aniq raqamli javob bo'lmasa, odam o'z huquqini tushuna olmaydi. 8-qadam. Agar pensiya ishida staj yoki ish haqi bo'yicha yetishmayotgan hujjat borligini bilsangiz, arxivga murojaat qiling. Eski ish joyingiz yopilib ketgan bo'lsa ham, hujjatlar davlat arxivida yoki huquqiy voris tashkilotda bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, farzand parvarishi bilan bog'liq davrlarni tasdiqlovchi hujjatlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu indeksatsiyadan alohida masala, lekin umumiy pensiyangizni oshirishda juda muhim. 9-qadam. Kartaga kam tushayotgan bo'lsa, bankdan ham ko'chirma oling. Ba'zan muammo pensiya jamg'armasida emas, bank amaliyotida. Karta bloklanganida, qarzdorlik bo'yicha ushlanmada yoki texnik kechikishda bo'ladi. Siz pensiya bo'limiga borsangiz, ular biz to'liq o'tkazganmiz deyishi mumkin. Bank esa ushlanma yoki boshqa sababni ko'rsatadi. Shuning uchun ikki tomonni ham tekshirish kerak. 10-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli tartibda shikoyat qiling. Lekin shikoyat hissiyot bilan emas, hujjat bilan yozilishi kerak. Menga adolatsizlik bo'ldi degandan ko'ra, falon sanada falon miqdorda pensiya olganman. Indeksatsiyadan keyin falon summa bo'lishi kerak deb hisoblayman. Pensiya hisob-kitob varaqasida esa falon qismga indeksatsiya qo'llanmagan. Buning qonuniy asosini tushuntirib berishingizni so'rayman degan murojaat kuchliroq bo'ladi. Birinchi misol, Halima op 1,1 million so'm pensiya oladi. Avgustda ham 1,1 million tushdi. U darhol menga oshirish bermadi deydi. Tekshirilganda ma'lum bo'ladiki, uning bank kartasi yangilangan, lekin tizimda eski karta ma'lumotlari qolgan. To'lov keyinroq qayta yuborilgan. Bu indeksatsiya muammosi emas, to'lov texnikasi muammosi. Ikkinchi misol, Rustam aka 2,3 million so'm oladi. Indeksatsiyadan keyin 2,1 million so'm bo'ldi. U 10% bo'lsa 2,3 million qo'shilishi kerak edi. Nega 1,1 million qo'shildi deb e'tiroz bildiradi. Hisob-kitobda esa uning umumiy summasida indeksatsiyaga kirmaydigan alohida ustama borligi aniqlanadi. Demak, foiz butun 2,3 million ga emas, faqat tegishli qismiga qo'llangan. 3-misol. Feruza opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzandi 18 yoshga to'lgan, kollej yoki universitetda o'qishni tasdiqlovchi hujjatni vaqtida bermagan. Shu sababli to'lov qayta ko'rib chiqilgan. Avgustda indeksatsiya bo'lsa ham umumiy summa oshmagandek ko'ringan. Bu holatda avvalo o'qish ma'lumotnomasini topshirish va huquq saqlanib qolmaganini aniqlash kerak. 4-misol. Karim aka pensiyaga avgust oyining o'zida chiqdi. U qo'shnisiniki alohida oshirish kutdi. Lekin uning pensiyasi yangi miqdorlar asosida tayinlangan. Shuning uchun u yana qo'shimcha indeksatsiyaga kutmasligi mumkin. Bu yerda adolatli savol shunday bo'ladi. Pensiya qaysi sanadan
tayinlangan va hisob-kitobda avgustdagi yangi mezonlar inobatga olinganmi? 5-misol Maqsuda opa nogironlik pensiyasi olgan, lekin tibbiy xulosa muddati tugagan. Qayta ko'rikdan o'tish kechikkan. Shu sababli to'lov vaqtincha to'xtagan. U avgustda pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo oshirishda emas, nogironlik maqomini tasdiqlovchi hujjat yangilanmaganida. Avgustdagi pensiya indeksatsiyasi muhim masala, lekin uni oddiy, hammaning pensiyasi bir xil oshadi deb tushunish xato. Kimdir yoshga doir pensiyasi bo'yicha oshirilgan summani oladi. Kimdir minimal kafolat sababli katta farq sezmaydi. Kimdir hujjatdagi xato sababli to'lovda kechikish ko'radi, kimdir esa pensiya emas, boshqa turdagi nafaqa olayotgani uchun boshqacha tartibga tushadi. Eng to'g'ri yo'l to'lov turini aniqlash, oldingi va keyingi summalarni solishtirish, pensiya hisob-kitobi varaqasini olish va kerak bo'lsa yozma murojaat qilish. Men ekspert sifatida sizga shuni qat'iy tavsiya qilaman. Qo'shni, tanish yoki ijtimoiy tarmoqdagi umumiy gaplar asosida xulosa qilmang. Har bir pensiya ishi alohida. Sizning haqqingiz raqamlar, hujjatlar va rasmiy hisob-kitob bilan aniqlanadi. Agar pensiyangiz oshmagan bo'lsa yoki kutilganidan kam oshgan bo'lsa, jim yurmay, savol bering, hisob-kitob talab qiling. Hujjatingizni tekshirtiring. Sizda avgust oyida pensiya oshdimi yoki o'zgarish bo'lmadimi? Qancha pensiya olayotgan edingiz va qancha bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham o'z holatini solishtirib ko'radi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensioner ota-onalarimiz va ularning farzandlari uchun juda kerak.